MCS'dan xabar kelibdi. 43-44 darajagacha isib ketar ekan kun. Sizlarga ham keldimi? Issiq kunlar keldi, anomal issiq boshlandi. Anomal issiqda organizmingiz uchun qanchalik zararligini va undan qanday saqlanishni bilishni xohlasanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Agar sizda ko'nglanishi, bosh og'rig'i, tana haroratini ko'tarilib ketishi, tez-tez charchash, holsizlik kuzatilayotgan bo'lsa, tezda shifokorga uchrashing. Bu quyosh urishini, ya'ni oftob urishini belgilaridan bittasi bo'lishi mumkin. Xo'sh, unda issiqdan qanday saqlanish kerak? Birinchisi, ko'proq suyuqlik ichishimiz kerak. Har iloji bo'lsa 1 soat, 1,5 soatda bitta stakan suyuqlik, ya'ni suv ichishni tavsiya qilamiz. Kunning issiq vaqtlarida ko'chaga chiqmasligingizni tavsiya qilamiz. Ya'ni 11:00 dan 17:00 gacha. Qandli diabeti bor, qon bosimi yuqori bo'lgan insonlar va bolalar umuman chiqishi mumkin emas bunaqa vaqtda. Yorug' va yengil kiyimlarni kiyishni tavsiya qilamiz. Iloji bo'lsa tabiiy mahsulotlar, tabiiy matolardan tayyorlangan bo'lishi kerak. Uyda salqinlikni saqlashga harakat qilinglar, ya'ni pardalarni yopib, jalyuzilarni tushirib, konditsionerlardan foydalanib o'tirishingizni tavsiya qilamiz. Va eng asosiysi, yog'li va qiyin hazm bo'ladigan ovqatlarni yemasliklarini tavsiya qilamiz, chunki bu organizmni suvsizlanib qolishiga olib kelishi mumkin. Bu videoni hamma tanishlarga tez jo'natib qo'yinglar, anomal issiqni qanaqa o'tkazishni ular ham bilishsin.